Kim do'stlar, hozir qiziqarli video ko'ramiz birgalikda. Hozir efirga kirib olishsin do'stlarimiz. Hozir qiziqarli video ko'ramiz do'stlar. Bu efirda Yassir tarafdorlariga ko'rsatmanglar. Yassir tarafdorlarini modelini buzib qo'yasizlar, sinib qoladi, ishlamay qoladi. Hozir 1 daqiqa kutib turamiz kech qolganlarni. Keyin boshlaymiz do'stlar. Like bosib olsalaring, balkim boshqa odamlarga ham qiziqarli bo'lsa ko'rishadi do'stlar. Like bosib qo'ysalaring mayli. Erinmasalaring. Globusga ulab qo'yganim, mana bu O'zbekistonda turganman. Bunisi esa Avstraliyada turgan do'stimiz. Hozir shu do'stimiz ham efirga taklif qilaman. Shu Avstraliyada turgan Ozodbek degan do'stimiz Avstraliyada Sidneyda yashaydi. Bu esa turganman. Qo'limdan kelgancha yopishtirdim. Tak, endi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamni ko'rishni boshlaymiz. Hozir do'stimizni taklif qilaman. Ozodbek degan bola Avstraliya shu do'stimiz yordamida video qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ozodbek, yaxshimisiz? Rahmat, zo'r. O'zingiz yaxshimisiz? Ovozim yaxshi boryapti? Sifat yaxshimi? Yaxshi kelyapti. Rahmat, yaxshi. Bizga yordam bermoqchi, bu yordam berayotganingiz uchun katta rahmat aytaman. Men o'zim Avstraliyaga borgan imkon topolmadim. Katta rahmat. Sizning yordamingizda hozir qiziqarli hodisani kuzatamiz. Ko'pchilik minglab odam ko'radi. Minnatdorman sizdan do'stim. Sog' bo'ling. Yana bundan keyin ham yana boshqa yordam kerak bo'lsa biz aloqadamiz. Do'stlar, agar sizlar like bossalaring, boshqa odamlar ham ko'radi. Sizlar shunga sababchi bo'lib qolasizlar. Rahmat do'stlar. Hozir biz ko'rsatmoqchi bo'layotgan narsa, hozir men ko'rsataman do'stlar. Kamerani aylantirib oling. Mana Farg'onada turibman. Oyni ko'ryapmiz do'stlar. Mana oy. Oyni ko'ryapmiz. Mana quyosh bu tomondan botyapti. Quyosh o'ng tomondan yoritgani uchun mana o'ng tomoni yoritilib turibdi oyni. Endi Ozodbek, siz Avstraliyadan turib bizga oyni ko'rsating iltimos. Bo'ldi mana. Hey. Ana bo'lmasam. Avstraliyada oyni chap tomoni yoriq ekan. Do'stim Ozodbek, kamerada boshqa bironta binolarni, biron narsalarni ham ko'rsatalasizmi bizga? Teskari qilib ko'rsatyapti demaslik uchun. Mana zo'r. Mana. Zo'r. Endi oyni Men hozir mana o'ng qo'limni ko'rsatib turibman. Hozir yana yaqinlashtiramiz. Hozir men telefonimni o'rnatib olar ekanman. Endi bizda oy juda ham haligi yorug' turgani uchun sal kamerada kuyish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Albatta, sizda hozir soat necha Ozodbek? Bizda kechki soat 22:25. 22:25. Do'stlar, ko'chaga chiqib oyni turishiga ahamiyat beringlar va Avstraliyada ayni damdagi holatiga
ahamiyat beringlar do'stlar. G'ib teskari. Shu hodisani qanday bo'layotganini ham hozir ko'rib o'tamiz endi do'stlar. Mana yer shari, bu uzoqda turgan oy, bu tomondan quyosh yoritib turibdi. Yer shari aylanyapti. Bizga oy shu ko'rinishda ko'rinyapti. Yani o'ng tomoni quyosh bilan yoritilib turibdi. Chap tomoni qorong'u. Mana osmonda ko'rinishi. Mana. O'ng tomoni quyosh bilan yoritilib turibdi. Quyosh bu tomonda mana. Bizda quyosh chapdan chiqib, osmonda harakat qilib o'ngga botadi. Endi Avstraliyadagi do'stimiz Ozodbek bizga nisbatan oyog'i tepada, boshi pastda turibdi-da do'stlar. Oyog'i bizga nisbatan oyog'i tepada. Mana Avstraliyada turibdi. Shu sababli hozir kamerani aylantiraman. Mana kamerani aylantirdim. Aylantirib, hozir oyni ko'ramiz. Mana. Mana shu holda ko'rilyapti. Sababi teskari turibdi-da. Bu videoni yaxshi seyirchilarga ko'rsatmanglar do'stlar. Programmalari buzilib qoladi ularni. Men yana bir marta binoni ko'rsatib qo'yay, teskari ushab turibdi ekan Ha, deyishmasin mana. albatta do'stim. Zo'r ko'rinyapti. Katta rahmat do'stim sizga. Do'stlar, shu narsani aytib o'tmoqchiman. Men o'zim ham bu narsani kitobdan o'qiganman, bu narsani borligini bilaman. Lekin Avstraliyaga o'zim bormagan edim. Men ham endi ko'rib turibman. Primoy efirda. Mana oyni ko'rinishi. Ko'chaga chiqib ko'ringlar, oyni hozir O'zbekistondagi ko'rinishi qanday turibdi, Avstraliyadan qanday ko'rinyapti. Avstraliyada boshi pastga bo'lib turgani uchun bunaqasiga ko'rinyapti. Mana. Sababi boshi pastda turibdi. Aynan yer sharligi sababli shu hodisa ro'y beryapti do'stlar. Hech qanaqangi yaxshi yerchilarda birorta bir modelida umuman bu narsani bo'lishini ilojisi yo'q. Hech kim bu narsani ilojisini qilib bera olmaydi. Do'stlar, aynan shu hodisa haqida profilimda video bor edi. Men maketda ko'rsatgan edim. Lekin ana endi Ozodbek yordam berganligi sababli primoy efirda ko'rishga imkon qildik. Rahmat sizga Ozodbek. Aynan shu Men bor hodisani uzr, qanday manga sodir telefon bo'layotgani qolish. haqida video joylagan edim. Ko'rishlaring mumkin shu videoni ham. Rahmat sizga Ozodbek. Hop, Osmonga rahmat, chiqib bo'linglar. oyni ko'ringlar. Ozodbek, yerda ham ko'rsatib, oyda ham ko'rsatib bering iltimos. Bo'ldi, mana. Mana. Mana u Hozir qaysi binolar. shahardasiz? Sidneydaman. Sidney. Sidneyda o'zida, Sidney shaharida o'zidaman. Mana yer, atrof, mana oy shu turishida men yaqinlashtiraman mana. Ozodbek, o'zingizni Aka. ko'rsating iltimos. Hop, mana. Ozodbek, Mana shu mana biz holatda ko'rsatib beraman. men metda normalni turibman-da, mana men tikka turibman. Siz bunday turibsiz. Hech qanaqangi noqulaylik sezmayapsizmi?
Ya hayron bo'ldim, nimagadir boshim og'irlik qilyapti, o'zi shunga bo'lsa kerak. O pastga tushib ketmayapsizmi Ozodbek? Yo'q, tushganimiz yo'q. Nafaqat mana mashinalar ham hali tushib ketgani yo'q, yuribdi, hammasi joyida. Mashinalar Mana ham tushib ketmaydimi? tushmayapti-ku. Bilmasam endi ko'pchilik yer tekislarida oyam boshqacha bu yerda. Hayronman. Ozodbek, oyni ko'rsatib bering iltimos. Bo'ldi, xo'p, bo'ladi mana. Endi uzoqlashtirib ko'rsatingda nimani kengaytiring ko'rish burchagimizni. Masalan, O'zbekistonda umuman Shimoliy yarim sharda hamma joyda quyosh chap tomondan sharqdan chiqadi, o'ng tomonga harakat qilib bu tomonga botadi. Sizlarda qanaqa Ozodbek? Bizda menimcha hozir mana men shu holatimda turadigan bo'lsam, quyosh ko'pincha bu tomondan chiqadi. O'ng tomonimdan chiqib, qanday bunday bo'lishi mumkin? Avstraliyaliklar teskari turgani uchun, oyog'i tepada, boshi pastda bo'lgani uchun shu holat sodir bo'lyapti. Ularda sharq tomon bu tomon. Sharqdan quyosh ko'tarilib, tepaga chiqib, o'ngdan chapga harakat qilib bu tomonga botadi. Hozir osmondagi oy ham bu tomonga botyapti Avstraliyada. O'ngdan chapga botyapti do'stlar. Juda ham ajoyib video bo'ldi. Juda ham katta bizga yordam berdingiz. Rahmat sizga Ozodbek. Shu bolani profiliga kirib qo'shilib olsalaring bo'lar ekan, kimga qiziq bo'lsa. Haqiqiy Avstraliya haqida videolarda ko'rishlaring mumkin. Mana ikki xil oy turibdi. Bizda o'ng tomoni yoriq, Avstraliyada chap tomoni yoritilgan. Sababi, yagona sababi ularni teskari turganligi, bunaqasiga turganligida. Mana shu hodisa haqida profilimda video bor do'stlar, ko'rishlaring mumkin qiziqib. Topolmasalaring сообщение yo'qsalang ссылкасini beraman. Faqat bu videoni yassi siyirchilarga ko'rsatmanglar do'stlar. Yassi siyirchilar zo'rg'a talab yurg'izayotgan modellarini, fikrlarini buzib qo'ymanglar ularnikini. Yassi yerda bunaqa bo'lishi mumkin bo'lsa, tushuntirib berisholmaydi, qiynalishadi keyin. Birorta super duper bironta programmistlar ham bu narsani qilib bera olmaydi. Shuning uchun yassi yerchilarga ko'rsatmanglar iltimos. Ozodbek, labba aka. Do'stim katta rahmat sizga. Juda ham menga katta xursandchilik baxsh etdingiz. Boshqa do'stlarimiz ham ko'rishdi. Avstraliyada haqiqatdan oy teskariligini, quyosh o'ngdan chiqib chapga harakat qilishini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Xuddi borib kelgandek bo'ldim. Bu narsani mana o'zingizdan bilasiz, juda ko'p vaqt kutdik. Ob-havo to'g'ri kelmaydi, yo'da vaqti to'g'ri kelmaydi. Mana bugun shuni videoga olishga imkon bo'ldi. Xudo xolasa hozir efir tugagandan keyin shuni joylab qo'yaman, ko'p odam ko'radi deb o'ylayman. Katta rahmat sizga. Ozodbekni Avstraliyadan gapiramiz deb nomlangan profiliga qo'shilinglar. Shu yerdan haqiqiy Avstraliya haqida videolar ko'rishlaring mumkin. Nasib qilsa, Xudo xohlasa, menga ham bu narsalar nasib qilgan bo'lsa, men ham bormoqchiman. Men ham janubiy yarim sharda osmonini ko'rmoqchiman. Agar nasib qilib men ham bora olsam, bundan boshqa juda ham ko'p qiziqarli videolarni olib barchalaring bilan bo'lishaman Xudo xolasa. O'zim ham juda ham katta shunaqa niyatim bor, nasib qilsa boraman. Rahmat do'stlar, hammalaringga sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Ozodbek, katta rahmat sizga. Yana bir ikki marta tajribalarga chaqirib qolishim mumkin imkoningiz bo'lsa. Albatta, qachon bo'lsa tayyorman men. Rahmat sizga do'stim, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Soatni yana bir bor aytib qo'ying, nechi bo'ldi sizlarda? Soat 22:35. Bu hozir biz qishki vaqtdamiz. 5-oktyabrdan biz yozgi vaqtga o'tamiz. 6 soat bo'ladi. Biz ya'ni 6 soat oldinroq bo'lamiz. 6 soat bo'ladi. Rahmat do'stim, sog' salomat bo'ling. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat.